Oh, yangi qishloq. Xo'sh. Marnoy shu yerda bo'lishi kerak edi. Так, lokatsiyasi. Oppa, mana bo'lsa-ki. Oha, mana. Doj kiygan ritel yaxshi. Salom janob mer. Salom. Men sizlarning qishloqqa yashashga keldim. Mening ismim Jambi. Jambi. Ha, birozgina g'alati, lekin bo'laveradi. Yoshligimda yaratgan nikim mana pulni olishingiz mumkin. Men allaqachon sotuvchi bilan kelishib qo'ydim. Nima? Qaysi sotuvchi? Xullas uy sotib olishga. Okey, mana. O, katta rahmat. Ha, menga aytishgandi sen haqingda. Yaxshi. Men haqimda bilsa zo'r. Hammaga salom do'stlar. Mening ismim Jabi va yangi videoga xush kelibsizlar. Bugundan boshlab men mana shu qishloqda yashayman va mana bu uyni onlayn do'kondan sotib oldim. Ha, mana shu endi mening uyim bo'ladi. Mana shu qishloqda yashayman. Bu yerni hali tak nimaga eshik ochiq tushunmadim. Kalitni hozirgina mer menga bergan bo'lsa. Salom. Biz siz bilan gaplashgandik. Ha, uyni mendan oldingiz. Qoyil. Bu uy sizniki? Ha, meniki. Nega unda pulni merga berish kerak deb yozgansiz? Kalit ham u berdi menga. Telefonda siz bilan gaplashganimga qaramasdan shunchaki hamma pulni oladi. Men uni yordamchisiman. Tushunarli bo'ldi. Kalit menda, narsalar o'zimda. Bo'ldi, bu uyda yashashga qolaman. Qoyil. Yaxshi, qishlog'imizga xush kelibsiz. Если что, menda qurol bor, o'zimni himoya qila olaman. Bu uy haqida eshitdim. Qanaqadir odamlarni o'ldirib ketishgan ekan. Ha. Orqa tarafda hozir o'sha yerni borib ko'ramiz. Menimcha allaqachon yerni tozalab tashlashgan albatta, lekin tozalab tashlashibdi. Mana shu qon bo'lib yotganda men ko'rgan rasmda, shuning uchun ham bu uyga hech kim 10 yillar davomida yashamagan. Lekin men yashayman, chunki men ruhlarga ham, manyaklarga ham ishonmayman. Qoyil, lekin ehtiyot bo'ling, biz ishonamiz. Qani, batafsilroq aytib beringchi. Xo'p, xullas. Manzaralarga gap yo'q, juda ham chiroyli qishloq. Bu uyni esa menga arzonga berishdi. Qanaqadir qotillik sababli ekan. Men rostini aytsam, bu kimning uyi bo'ldi? G'alati o'rmonning o'rtasida, o'rtasi emas, bu o'rmonga kirish joyi. Tak. Shunchaki uy turibdi, nima? Resurslar bor ekan-ku, qoyil. Bularni men o'zimga olaman. Qarovsiz turibdimi? Demak, umumiyni esa istagan odam olishi mumkin. Umumiyni ichidan qancha olishni esa o'sha odamning o'zi hal qiladi. Men esa hammasini olmoqchiman. Do'stlar, mana bularning hammasi bizniki. Boshqa hech narsa yo'qmikin bu yerda? Qanday bir yana qarab ko'raylikchi. Xo'sh, bo'pti, hech narsa yo'q. Demak, daraxt chopamiz. Chunki uyni remont qilishimiz kerak. Ha, do'stlar, afsuski, bu uylar juda ham arzon. Shuning uchun ham qiziqishadi, nimaga u arzon deb. Keyin esa tarixini bilib qolishadi. Bu yerda odam o'ldirilgan, demak odamlar olishmaydi deb. Shuning uchun ham arzonga sotishyapti. Shuning uchun ham hech kim yashamaydi. Shuning uchun ham remont qilish kerak. Shuning uchun ham biz mana shu yerdamiz. Xullas, shuning uchun ham degan narsalar bu yerda juda ham ko'p ishtirok etadi. Mayli, qani kelinglar, daraxtlarimizni terib olamiz va bo'ldi. Bizda endi deyarli yarim stak bo'ldi. Xo'sh, qani buni ham olamiz va bo'ldi. Ajoyib. Tak. Yana ozgina tosh olsak. Tak. Nima bu yerda? Eshikmi? Qiz, bu yerda kimdir kichkinagina bazasi bor ekan. Narsalar, qoyil. Bugun omadimiz kelyapti. Bularni hammasini men olaman, chunki menga ko'proq kerak. Chunki men qishloqqa bugun ko'chib keldim, narsalarim yo'q, hamma pulimni uy uchun berdim. Shuning uchun ham qarovsiz turgan hamma narsani olib ketamiz, do'stlar. Mana bularni ham olamiz. Pechka, verstak, hattoki mana bu kichkina shkafcha, bularning hammasi bizga kerak. Mana ajoyib. Buni ham olamiz. Yaxshi, qoyil. Kelinglar, endi tosh ham ozgina terib olamiz, chunki tosh ham kerak bo'lib qoladi xo'jalikda. Qoyil do'stlar. Shuncha narsani topdik. Gap bo'lishi mumkin emas, lekin biror nima qilishimiz kerak, chunki kelib ko'rib qolsa, ko'rinishdan egasi bor. Shuning uchun ham biror nima o'ylab topishimiz kerak. Masalan, bu yerga tablichka qo'yishimiz mumkin. Tak, versak bor, yaxshi. Ortiqcha sarflashimizga to'g'ri kelmaydi. Bu yaxshi, menga yoqadi bunaqangi perspektivalar. Tak, buni olamiz, yaxshi. Endi bizga yana yog'och kerak bo'ladi. Keraksiz narsalarni otib yuboramiz vaqtincha, chunki slotimiz to'lib qoldi. Shuncha narsa topdik bugunga. Yaxshi, bu yoqqa yo'q, bizga bu kerak emas. Ana, endi esa tablichka qilamiz. Yaxshi. Buni endi yopishtirish mumkin. Hozir juda ham zo'r prank bo'ladi. Tak, qani. Tak, indisi bu yoqqa va bo'ldi. Mana. Tak, ajoyib. Qoyillar, mana bu haqiqiy prank. Musodara. Shahar politsiyasi aniq bu yerdagi ahmoq, to'ppoy jitlar ishonishadi. Bu yerda ham hozir yana bittagina yozib qoldiramiz. Tak, politsiya. Mana va bo'ldi. Yana oxirgi so'zni yozishimiz kerak, to'liq bo'lishi uchun. Ajoyib. Ana do'stlar, endi hamma jo'nadi. Qoyil. Yana bir bora qoyil. Ana o'rmonning yoniga ham bitta qo'yish kerak edi, kichkina uycha topganimizda, lekin mayli. U yerda shundoq ham
kimdir so'roq qilganga o'xshaydi, qaytib kelmasa kerak. Qo'yil do'stlar, biz bu qishloqda endi kelganmiz. Shuning uchun ham afsuski shunaqangi ishlarni qilishga majburmiz, lekin men unchalik ham vijdonim qiynalgani yo'q buning uchun. Shunga mayli. Mumkin do'stlar, bizga hamma narsa mumkin. Biz bu qishloqni geniylari, boshliqlari bo'lamiz. Ha, do'stlar, bu qishloqda ko'tarilib ketamiz, hali mana bularni olamiz. Asosiysi bizni o'zimizni ko'tarib ketmasa bo'lgani. Yaxshi, yana nima? Nimani tashlab yuborsam ekan, do'stlar, bilmadim, chunki mana bu yerda divanni yarmi kerak, verstak ham kerak. Bilmadim. O, mana bo'ldi. Yog'ochni qo'limizga olamiz va ketdik bu yerdan. Qo'yil do'stlar, mana men qishloqqa bugungina keldim, lekin уже hamma narsam bor. Hayotda ham xuddi shunday, menga o'xshagan chaqqon bo'lish kerak. Hech kim tegmayotgan narsalarni olib ketish kerak, cho'ntakka urish kerak do'stlar. Xo'sh, bo'ldi, endi qishloqqa qaytamiz. Bizni hech kim ko'rib qolmasligi uchun ana yerda kamerami? Ha, kamera bor ekan, mayli, biz bilan bog'lamaydilar degan umiddaman. Agarda yo'q do'stlar, menimcha o'rmon ichidagi narsalarni hech kim qidirmasa kerak. Bo'ldi, chunki yurda axir hattoki qulf ham yo'q edi. Bo'ldi, endi narsalarni joylashtirishimiz mumkin. Bu yoqqa yaxshi divanga o'tirish mumkin maza qilib, lekin tepasini qanday qilsam ekan? Kravatni o'rnatishimiz kerak biror yerga. Xo'sh, mana bu yerga do'stlar, mana shu yerga qo'ysak bo'ladi. Chiroyli turibdi. Xo'sh, endi esa bu axir do'stlar, bizda stullar juda ham ko'p. Naqd 3 ta turibdi. Lekin ularni qayerga qo'yib qilsam ekan? Bilmadim. Mana buni tepaga qo'yamiz. Ajoyib. Endi esa uni ichini to'ldirishimiz kerak. Lekin yo'q, yotib turganda boshqa xalaqib beradi. Buni olib tashlaymiz bu yerdan. Boshqa biror nima kerak bizga? Masalan, mana bu yoqqa va bo'ldi. Endi buni tepaga qo'yamiz. Yaxshi, mana bu menga yoqyapti rostini aytsam. Yaxshi, qani mana bularni ham hammasini olamiz. Ajoyib do'stlar, bu yerdan endi bemalol ketmasdan butun umr yashashimiz mumkin. Albatta, qanaqadir manyaklar kelib qolmasa, lekin men manyaklarga ham, arvohlarga ham ishonmayman do'stlar. Faqatgina ritlar ishonishdi. Mana bunday bo'ldi. Chiroyli, boshimizga ham xalaq bermaydi. Har doim o'zimizga kerakli narsalar bo'ladi. Bu burchakka esa sandiqni qo'yishimiz mumkin. Polni ham qandaydir qayta ishlash mumkin, lekin hozir erinyapman. Shuning uchun ham kelinglar, shunchaki sandiqlarni qilib qo'yamiz. Ajoyib do'stlar, как раз ikkitasiga yetdi. Qolgan daraxtlarni ham ishlatib yuboramiz va bo'ldi. Narsalarni tashlashimiz mumkin. Kalash, unga magazinlar, dinamit, asosiysi qishloqliklar ko'rmasin va bo'ldi. Xo'sh, bu kerak menga. Mana bularni ham otib yuboramiz. Ajoyib do'stlar, mana bu haqiqiy profit. Mana bu yerda biz maza qilib yashashimiz mumkin endi. Almaz instrumentlarni olib qo'yamiz, yaxshi. Va mana shu oddiy temirliklarni ishlatamiz. Ular bizga bepulga tushdi desa ham bo'ladi. Telefon kerak va bo'ldi. Ajoyib. Mana bu uy yaxshi, lekin hali devorlarni almashtirishimiz kerak, chunki almashtirmasak bo'lmaydi. Ko'rib turibsizlar, nima ahvol bo'lib yotibdi bu yerda. Bilmadim kim yashashi mumkin bunaqangi nima qilib eskirib ketgan doskalarni hammasini almashtiramiz. Yon tarafda ham bor ekan. Tak, bo'ldi, bularni ham olishimiz kerak. Asosiysi endi meni qidirib kelishmasa bo'lgani, shuncha narsani oldim deb agar kimdir uyga kirib qoladigan bo'lsa, bilasizlarmi, axir aytishi mumkin, shunchaki zakaz qildim, bu tasodif deb baribir ham tekshirib o'tirishmaydi, gapimga ishonishadi. Bo'ldi, mana bularni ham olib tashlaymiz. Yaxshi. Devorni почти butun qismini sindirishimizga to'g'ri keldi, lekin hech qisi yo'q. Baribir hammasini yangilaymiz. Mana bu boshqa gap do'stlar, buni qaranglar. Uy unchalik ham eski emas. Faqatgina mana shu yog'ochlarni dabdalasi chiqib ketgan, chunki tomdan suv o'tganga o'xshaydi. Chunki yog'ochlarni hammasini ko'rib turibsiz ahvolini. Tepaga esa hech narsa qilmagan. Shift chiroyli turibdi, lekin o'rtadagi teshikdan yomg'ir suvlari oqqan bo'lishi mumkin va hamma yoq nam qilib dabdalasi chiqib ketgan. Endi bu yerda bemalol yashashimiz mumkin. Mana bu uy menga juda ham qattiq yoqyapti. Orqasi ham chiroyli, mana bu yerda qotillik bo'lganiga qaramay. Mana shu yerda men butun umr yashab qolgan bo'lardim, lekin o'ylaymanki qishloqdan ketishimga to'g'ri kelishi mumkin qachonlardir, ammo men buni istamayman, chunki buni qaranglar, qanday zo'r uy qilib oldik o'zimizga. Bu yerda istagancha yashashim mumkin, jinoyatchilik qilishim mumkin. Do'stlar, men aslida jinoyatchiman va bu qishloqqa yomon ishlar qilishga kelganman, lekin ular o'ylash kerakki, Jabi yaxshi odam deb. Janob mer kirishga mumkinmi? Albatta. Menga fermerlik qilish uchun urug'lar kerak. Urug'lar, kerakmi? Kerak, juda ham kerak. Pechkani ichida uyingizda pechkani nima? Rostdan 32 ta urug'. Bo'pti, rahmat, mayli. Do'stlar, bular o'ylashadiki, men oddiy fermerman, yaxshilik qilyapman, lekin yo'q do'stlar, menda avtomat bor va afsuski, bu uyni menga sotgan yigit uni ko'rib qoldi. O'ylaymanki, jinoyatlar qilishdan avval undan qutulishimiz kerak, chunki aytib qolishi mumkin, ana shu yangi ko'chib kelgan odamning qo'lida avtomat bor edi deb. Men esa buni xohlamayman.